Eng kuchli zarba beradigan besta futbolchi, birinchi o'rindagi futbolchi esa to'pni tepib yorib yuborgan. 5-o'rinda Roberto Carlos. Roberto Carlos imkonsiz narsalarni oddiy ko'rsatardi. Uning chap oyog'i portlovchi kuch hosil qilib, erkin zarbalarni to'xtatib, bo'lmas raketaga aylantirardi. Uning ba'zi zarbalari shunchalik tez va qudratli ediki, ular futbol tarixidagi eng mashhur gollar qatorida qolmoqda. 4-o'rinda Federico Valverde. U zamonaviy futbolda eng kuchli zarba beradiganlardan biri. Do'q-puluqmi yoki tegi-puluqmi metrdan bo'lsin, u to'pga ajoyib kuch va aniqlik bilan urishi mumkin. Uning uzoqdan otiladigan zarbalari uning belgisiga aylandi. Darvozabonlar uni tayyorlanayotganini ko'rsa, o'zlarini xavfsiz his qilishmaydi. 3-o'rinda Zlatan Ibragimovich. U gol urish bilan cheklanmasdi. To'pni to'rga parchalab yubordi. Uning g'ayritabiiy kuchi momaqaldiroqdek valelar va uzoqdan zarbalar berish imkonini berardi. Darvozabonlar umuman ularga yetolmasdi. Imkonsiz burchaklardan ham uning zarbalari inonilmas kuch bilan kelardi. 2-o'rinda Cristiano Ronaldo. U to'pni maksimal kuch bilan urish san'atini mukammallashtirdi. Uning mashhur naqshband erkin zarbalari va uzoqdan raketalari tezlik, harakat va aniqlikni birlashtirib, darvozabonlar uchun dahshatga aylandi. Eng yuqori cho'qqisida har bir erkin zarba gol imkoniyatidek tuyulardi. 1-o'rinda u hech qachon qayd etilgan eng tez zarbalari bilan soatiga 280 kilometrga yetgan. Uning zarbasi shunchalik kuchliki, to'rni yirtib yubordi. Taxminingizni izohda yozing.